Ko'rib turganinglardek, Thomson bog'chasiga kelganmiz. Bu yerda har bitta oshxona jihozlari foyzlashga tomonidan qilib berilgan. Oxirigacha ko'rib turinglar, obzorini birga ko'rib chiqamiz. Oshxonaga kirib keldik. Oshxonamiz ikkita bo'limga bo'lingan. Birinchi bo'limida o'sha kirib kelishimiz bilan moyka kutib oladi. Bu yoqga 3 ta narsa qilib berilgan. Birinchisi 4 ta polkali stelaj va bu yoqda 2 polkali stol va moyka. Bu yoqda yuvilgan narsalar hammasi quritilish uchun bu yoqda ham 3 ta stelaj qo'yib berilgan. Bular ham har biri 4 ta polkadan har bitta idishlarni joylab quritish uchun. Zagotovka uchun alohida qilib shu joyga moslab stol qilib berilgan 2 polkali. Bu yerda ham zagotovkada tayyorlangan mahsulotlar bu joyda moykada yuvilib, hammasi tayyorlanib bo'lgandan keyingina ikkinchi bo'limga o'tiladi. Ikkinchi bo'limimizga kirib kelganimizdan keyin o'ng tomonimizda moyka joylashgan va chap tomonimizga o'tadigan bo'lsak, chap tomonimizda gaz plitalar qilingan. Bu yoqda ovqatlar tayyorlaydi. Bu yoqda o'sha choynak, qozon, yana boshqa narsalar, pichoqlarni joylashtirish uchun 4 polkali stelaj qilib berilgan. Uning yonida pech joylashtirilgan va bu yoqda razdacha uchun bolajonlarga ovqatlardan berish uchun stol qilib berilgan. O'rtaga shunaqa katta stol qo'yib berilgan, ya'ni ko'rib turganingizdek 360 gradusda oshpazlar bemalol ishlash uchun hech kim bir-biriga xalaqit qilmasdan va bu tomonga esa alohida qilib shu joyga moslab har bitta santimetrini o'lchab stol qo'yib berilgan 2 polkali. Bu ham o'zlarini ko'rib turganinglardek har xil jihozlarni qo'yish uchun. Bu yog'imizda oxirgi bo'lib esa xolodilniklarimiz joylashtirilgan. Bu yoqdagi hamma jihozlar foyzlashga tomonidan har bitta santimetrini o'lchab individual qilib berilgan va bularni hammasi siz talablariga 100% to'liq javob beradi va o'zining sertifikatlariga ega. Eng muhimi, inson salomatligiga hech qanday xavf tug'dirmaydi. Agar sizda ham maktab yoki bog'changizga shunaqangi sifatli va ses talablariga javob beradigan oshxona jihozlari kerak bo'lsa, pastdagi tugma orqali ro'yxatdan o'ting, o'zimiz aloqaga chiqamiz.